Salom do'stlar, Osmon kanaliga xush kelibsiz. Mendan bugun obunachilardan savol tushgan edi. Qanday qilib rasmlardagi watermarklarni o'chirishni o'rgating deb. Buning uchun ko'rsatib berish maqsadida men Gemini orqali rasm yasadim va unda ko'rib turganingizdek pastki burchakda Gemini'ni emblemasi bor. Ushbu emblemani o'chirishni ikki xil usulini ko'rsataman. Mana bizni rasmimiz eng oson usuli. Agar sizni bu narsa qoniqtirsa, oddiygina rasmlarni kesish yordamida burchagidan kesib qo'yishimiz mumkin va saqlanib qilamiz. Bu birinchi usul. Yana bir usul avvalgi vaqtlardan qolgan eski Photoshopdan foydalanish. Bu yerga rasmni yuklaymiz. Yuklaganimizdan so'ng bizda chap tarafda zaplatka degan bo'lim bo'ladi. Mana shuni belgilaymiz. Rasmni yaqinlashtirib turib, bu qatorni belgilab turib, shuni kopiyani qilsak, bu belgi yo'qolib ketadi. Afsuski deyarli bilinmaydi. Shundoq saqlanib qilamizda o'zimizga kerakli formatda saqlanib qilib, kerakli joyiga nomlab saqlanib qilib olishimiz mumkin. Endi yana bir usuli. Ko'pchilik endi Photoshopni o'rnatish kerakmi? Qanday ishlatamiz deyishi mumkin. Kanalimizga mos bo'lgan yechim sun'iy intellekt orqali. watermarkremover.io degan saytimiz bor. Ushbu sayt bizda rasmlarda watermarklarni o'chirish bilan shug'ullanadi. Saytimizga o'chirilishi kerak bo'lgan rasmni yuklaymiz. Bu sayt bir qancha muddat o'ylaydi, fikrlaydi va bizga yakuni bo'yicha watermark o'chirilgan natijani taqdim qiladi. Ko'rib turganingizdek anchagina sifatli holatda. Download bosamiz, yuklanadi. Ushbu rasmni ko'rsak bo'ladi. Qisqa roligimiz sizga foydali bo'lgan deb umid qilaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.